Usta akalarimiz Ramazonga mega chegirmani e'lon qildi. Qaranglar, qadrli obunachilar, 120 lik oshxona mebelimiz 850 ming so'm ekan. Oshxona moshlar davchilik bo'ladi. Mayda undan ham arzoni bor, 2 metrligi 1 million 600 ming so'm. Shu turishi ba'zilar yozyapti, metri aldama, yolg'on gapirma, haqorat ham qilishyapti kametrada. Bizda unaqa yolg'on yaxshi narsa bo'lmaydi. Mana shu turishi shunaqa narxda. Manzilimiz Andijon bo'ladi. Bu qaranglar, bunisi 2 qira bo'ladi. Buni shu turishi 1 million 900 ming so'm qadrli obunachilar. Rossiyskiy laminatda bo'ladi. Mana oshxona moshlarni ham mana bemalol sinab ko'rsatib o'taman. Agar menga zakazga yasataman deydigan bo'llarga mana ko'rsataman zakazga. Bu qaranglar. Bitta ko'rsatib qo'ying-da bunday. Bunday aylantirib. Qaranglar, bundan obzorini boshlaymiz. Oshxona moshlari manaqa davchilik bo'ladi. Bu qaranglar. Sekin o'zi olib kirib ketadigandan bo'ladi. Bu tepadagi oshxona moshlari bonuslariga Voke Grant'da suv shirkasi qo'shib beriladi. Ko'rishingiz mumkin. Buni 1 pagonometrini 2,5 million so'mdan qilib berishadi. Bunisini 1 pagonometrini 2 million 600 ming so'mdan, bunisini 1 pagonometri 2 million 900 ming so'm. Stalishchasi manaqa hammasiniki qanot turli stalishchasi ishlatiladi. Orqalari granit bo'ladi. Mayda ugolovlar suv kirib ketmasligiga ugolovlar qo'yib beriladi. Ular sifatiga garantiya berishadi. Usta akalarimiz nomerini qoldiraman. Videoga like bosib qo'yinglar.